Uz Combinator'ga kelganingizda qancha yuzeringiz bor edi? Hozir qancha mana oxiriga kelib? Tekin foydalanayotgan foydalanuvchilarni yumshoq qilib pul to'lashga o'tkazish. Bir oy free trial, keyin sekin yetishib boshlaydi. Hammasini bitta protsessga qo'shish bu noto'g'ri ekan. Muammolarni yig'ishadida, keyin o'shani yechim berib, ba'zi birlari omadli bo'lib ketgani. Lekin bu boshqalarda ham shunaqa bo'ladi degani emas. Keyingi bosqich nimadan iborat bo'ladi? Nimaga ishlatasiz pulni? Bozor bunga tayyormi hozir? Prezidentimiz bilan ham ushlashgan ekansiz. Bir sutkada 48 soat ishlashga to'g'ri kelyapti. Bugun ham kechqurun uxlamaganman. Uxlamasdan podkastga kelibdilar. Assalomu alaykum. Uz Combinator asoschilaridan DeepUz startap asoschisi Dilshodbek kelganlar. Xush kelibsiz Dilshodbek. O'zingizni tanishtirsangiz va startapingiz haqida ham ozgina aytib bersangiz. Assalomu alaykum. Men transport logistikasi sohasida startap qilaman. Bu sohada 2020-yildan boshlaganman, ya'ni hozirga kelib 6 yilga yaqinlashib qoldi. O'zim shu sohada ishlab, 2 yilga yaqin muammolarni ko'rib, yechim qidirganman va to'g'ri kelgan o'zim shu yechimni qilishga yetib keldim. Startapingiz mana DeepUz hozirgacha investitsiya ham tortgan. Qanaqa muammoni hal qilyapsizlar? Oddiy xalq, startaperlar yoki talabalar ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Sodda qilib tushuntirib bersangiz. Logistikada har xil turlarga bo'linadi. Misol uchun havo orqali tashiladi, samolyotlar orqali va temir yo'l va transport orqali. Endi biz O'zbekistonda bo'lganimiz uchun dengizga imkoniyatimiz yo'q. Bizda yoki aviatsiya yoki transport orqali logistika bo'ladi asosan. Bizda transport logistikasi, ya'ni fura, oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, fura mashinalari xalqaro yoki ichki o'zimizda viloyatlararo, shaharlararo yuk tashiladi. Bu logistikada muammo bo'lgan, bizda yukni egasi bilan haydovchini bitta joyda uchrashishi. Hozirgi kungacha Telegram guruhlarida, kanallarida yuk topib, haydovchi topib foydalanib kelishadi. Biz bunga oddiy qilib bitta mobil ilovada, qisqa qilib aytganda marketplace yechimini berganmiz. Hozirgi kunda haydovchilarga mobil ilovani o'zida sun'iy intellekt orqali personal dispetcherlarni ham taqdim qilganmiz. Demak, o'zingiz shu sohada ishlaganman dedingiz. Keyin startap yaratishga nima sabab bo'ldi? Aytdingiz, og'riqli sabab. Jamoani qanday shakllantirdingiz? Jamoa shakllantirishim oson bo'lmagan. Chunki o'zim IT sohasidan emas, ya'ni logistikadan bo'lganim uchun boshida o'zimni dasturchi o'rtog'imga aytganman. Shunaqa ideyam bor, shuni qilsak birga deb aytganimda, u o'rtog'im malakali dasturchi bo'lgan, ishonmagan. Men bu loyihani qila olishimga o'ylab ham o'tirmadi. Bu juda ham katta loyiha. Nimaga ishonmagan? Yaqin o'rtog'ingizmidi? Yaqin 1-2 yil bo'lganda tanishganimizga, u IT sohasidan emasligimga san qila olmaysan, bu juda ham katta loyiha degan. Keyin majbur bo'lganman outsource, ya'ni boshqa firmaga zakaz berib qildirishga. Mana shu boshqa firmalarga outsourcega startapni qildirish red flag hisoblanmaydimi? Ko'p eshitamiz shunaqa. Buni oqibatida bu o'zim startap qanaqa qilinishini ma'lumotim umuman bo'lmagan, o'zi startap deb qaramaganman, loyiha biznes deb qaraganman bu narsaga ham va mukammal mahsulot yaratib, o'sha mukammal mahsulotni bozorga kiritishni reja qilganman. Boshida bu narsani noto'g'riligini keyinchalik tushunib yetdim. O'sha outsourcega berib deyarli $26,000 zararga kirganman. O'zingiz yoningizdan sarflaganmisiz pulni? Yo'q, angel investorni pulidan Angel topgansiz birinchi etapda. Birinchi investitsiyam $50,000 angel investordan bo'lgan. Demak, angel investor puliga outsource qilib kompaniyani qurishni boshlagan startapni. Mana kompaniyangizni qurib berishda outsourceda chiqqan muammolar nima bo'ldi? Nima yoqmadi, nima yoqdi? O'zim outsourceda bu qanaqa kompaniya topganingizga bog'liq, lekin o'zi umuman outsourcedan foydalanish bu startap uchun 100% noto'g'ri narsa ekanligini tushunganman. Bu birinchi va ikkinchidan men u mukammal mahsulot ko'rinishini o'zim tasvirlagan, o'zim xayolimda, tasavvurimda qanaqa bo'lsa shunaqa qilganman. Birinchi navbatda MVP qilish kerakligini bilmaganman-da. Bu mukammal mahsulotni bozorga taqdim qilganimizdan keyin
foydalanuvchilarga bu narsani o'rgatish, bozorga buni kiritish juda ham katta muammoligini tushundim. Foydalanuvchilar tushunmadi. Keyin biz boshidan MVP, ya'ni eng og'riqli joyini hal qilib, eng oddiy sodda mahsulot berganimizdan keyin foydalanuvchilar tushunib foydalanishni boshladi. Aynan nimani o'zgartirdingiz? Mana shu tayyor startapingizni yasab berishgandan keyin. Ichidagi funksionalliklarni minimalga tushirdim. Ya'ni u oldingi birinchi mahsulotimizda yuk egasi uchun alohida interfeys, alohida mahsulot, transport kompaniyasi uchun alohida, dispetcher uchun alohida, haydovchi uchun alohida va bu hammasi har bitta ishtirokchi uchun CRM, ERP tizimi, GPS tracking, ya'ni hamma funksionalliklar bor edi va bu hali bunaqa raqamlashtirilgan tizimdan foydalanib ko'rmagan bozor uchun juda ham qiyin edi buni o'rganish. Hozir zo'r narsani aytdingiz, ya'ni startap juda ham ko'p e'tibor berib mukammal mahsulot qilsa ham bozorga tushmasligi mumkin. Ba'zan oddiy yechimlik kerak bo'lar ekan. Zo'r. Sizlarda raqobatchilar bormi? Raqobatchilarimiz bor. Agar tashqi bozordan olib qaraydigan bo'lsak, Rossiyadan Atisu, bu ham klassik marketplace. Misol uchun bizani bozorga u anchadan beri kirishga harakat qiladi, lekin xuddi biz oldin qilgan xatoyimizdek ularning mahsulotini ham bizani bozor tushuna olmayapti, ishlatib keta olmayapti. Qiyinroq qilingan va bu anchadan beri bozordagi bor mahsulot bo'lganligi uchun ham funksionallik juda ham ko'p va qiyin. Keyin Yevropadan Timacom bor. Bu ham xuddi shu masala, xuddi shu muammo. O'zbekiston ichki bozorini olib qaraydigan bo'lsak, Kasva bor. Kasva O'zbekiston ichki logistikasi, kichikroq transport vositalariga moslashgan, xuddi taksi agregatlariga o'xshab ishlaydi va eng asosiy bizni hozirgi kundagi raqobatchimiz bu hozirgacha Telegram bo'lib qolyapti. Telegram. Nimaga odamlar masalan Apple'ga bormasdan Telegramni ishlatadi? Soddalikdan tashqari nima beradi Telegram? Soddaligidan tashqari Telegram boshlash uchun oson va buni yomon tomoni ham shunda. Misol uchun hozir qo'lida telefoni bor, kimdir unga tushuntirib o'rgatib qo'ysa, kirib, to'g'ri kelgan birorta yukni olib, yuk haqidagi ma'lumotlarni olib, undagi kontakt ma'lumotlarini, ya'ni telefon raqamini o'zgartirib, o'zi ham bu yukni egasi bo'lib ola oladi, tarqata oladi boshqa joylarga. Kimdir keyin sizga transport vositasi taklifi bilan chiqqanida, siz bu transport bilan gaplashib, xuddi yukni egasiga telefon qilasiz va shunaqa transportim bor deb transport nomidan aytishingiz mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, protsessga darrov qo'shilib keta olasiz. Va buni zo'r tomoni ham, yomon tomoni ham shunda. Birinchi mana Angel investitsiya olganman dedingiz. Ularga necha foiz ulush bergansiz? Ularga 20% berganman. U juda katta ulush-ku. Juda katta ulush va keyin 24-yildagi bo'lib o'tgan President Tech Awards'dan keyin 30 ming grant olganmiz va o'zimni ham yig'gan pullarim bor edi va keyin Angel Investorga vaziyatni tushuntirganman. Bu startapda sizni olgan ulushingiz bu red flag ekan, men buni endi tushunib yetdim. Ularga taklif qilganman, pulini qaytarib berib, ulushni qaytarib olish taklifini berganman va ular tushungan bu narsani va rozi bo'lganlar, hech qanaqa muammolarsiz. Lekin bu boshqalarda ham shunaqa bo'ladi degani emas. Unaqa bo'lmasligi ham mumkin. Angellar bo'lmasligi ham mumkin. Rad etishi ham mumkin. Bermasligi ham mumkin. Hozir mana investitsiya sizni startapingizni qaysi darajaga olib chiqadi? Birinchi savolim, Uzkombinatorga kelganingizda qancha yuzeringiz bor edi? Hozir qancha mana oxiriga kelib? Uzkombinatorga kelganimizda 3,5-4 ming atrofida edi. Hozir 5,5 mingga yaqinlashib qoldi. Yuzerlarmi yo MRR? Yuzerlar. Chunki biz hozirgacha reklama hali yoqmaganmiz. Target endi boshladik. Target qilishni minimal summa kuniga $5-10 bilan. Bu hammasi organik o'sish. Biz hozirgacha monetizatsiyani hali 10 kuncha bo'ldi. Ishga tushirganimizga monetizatsiya ham qilmasdik. O'zi umuman olib aytganda qanaqa qilib tekin foydalanayotgan foydalanuvchilarni yumshoq qilib pul to'lashga o'tkazish muammosi turgandi bizning oldimizda. Keyin reklamani ishga tushirmoqchi edik.
va buni amalga oshirdik Uzkombinatorga kelganimizdan keyin. Qanday qilib tekin mahsulotga o'rgangan yuzerlarni pullikka o'tkazdinglar? Mana shu qismiga ham ko'proq to'xtaling. Tekinga foydalanayotgan foydalanuvchilarni man 100% pulliga o'tkazaman deb o'ylayotgan ekanman. Bu noto'g'ri ekan. Baribir qaysidir qismi pul to'lashga rozi bo'ladi, qaysidir qismi pul to'lashga rozi bo'lmaydi. Va biz o'sha pul to'laydigan auditoriyaga fokus qilishni tushundik. Hamma ham pul to'lamas ekan, baribir qaysidir bir qismi to'laydi va bunga rozi bo'lgan holda qanaqadir ma'noda ichki qo'rquvlarni yengib pul to'lashga o'tkazdik. Chegirmalar berdik ularga. Birinchi oylarida tekin obunalar sovg'a qildik. O'sha kartasini qo'shish nimasiga evaziga bir oylik tekin obunalar va chegirmalar, ko'proq foizli chegirmalar, 65-70% chegirmalar va ularni qisqa qilib aytganda yumshoq qilib olib o'tdik. Mana shu kartasini qo'shish orqali chegirmalar berishga qanaqa qaraysiz? U qanaqa psixologiya shu? Ko'p joylarda uchratamizda, kartalarni qo'shinglar, bir oy free trial, keyin sekin yetishib boshlaydi. Kartada Obunani sotib olish davomida, misol uchun buni bitta protsess deb olib qaraydigan bo'lsak, qilinadigan ishlar minimalga tushirilishi kerak. Misol uchun siz sotuv qilayotganingizda bitta jarayonni o'ziga karta qo'shish, uni emotsional qaror qabul qilishi va hozirni o'zida to'lov qilishi, hammasini bitta protsessga qo'shish bu noto'g'ri ekan. Buni etaplarga bo'lish mumkin. Misol uchun birinchi etap bu kartasini qo'shadi va tekinga bir oylik obuna oladi va keyingi oy u obunani muddatini cho'zish uchun tayyor karta orqali bitta tugmani bosib to'lovni amalga oshiradi. Buni tushunib yetish uchun sotuv bo'yicha bir ikkita kitoblarni o'qishga ham to'g'ri keldi. Startapingizni qurish jarayonida eng qiyin narsa nima bo'ldi? Qiyinchiligingiz? Bizni startapimizda eng qiyin jarayon bu o'zi umuman startap nima ekanligini tushunib yetishda bo'ldi. Bu meni o'zimda shunaqa bo'lgan, qolganlarda bunaqa bo'lmasligi mumkin va bu bizni startapni omadli joyi ham deb bilaman. Hozirda ko'pchilik startaplarni ko'raman, asosiy muammo ularni founderlarida, ya'ni founder o'zi startap qilish uchun qilingan startaplar, ya'ni muammo qidirib topilgan. U muammoga duch kelinmagan, u muammo o'zi aslida bormi, buni bozorga qanaqa mahsulot kerakligini bilmaydi. Shundoq qidirib mani o'zimga ham hozir bir ikkita universitetlarga talabalar bilan uchrashuvlarga taklif qilishadi Xorazmda. Borib uchrashaman, gaplashaman, o'zimni istoriyamni aytib beraman va ko'pchiligi menga keyin LinkedIndan yozishadi. Shunaqa muammo bor edi, muammo topdi. Misol uchun uy ijaraga oladigan qanaqadir platforma yoki shunga o'xshagan narsalar. Keyin men ularga bir ikkita savol berganimdan keyin darrov bu g'oyasidan voz kechib, o'zingiz baribir qilishga vaqtingiz yo'q-ku, ideyalaringiz yo'qmi deb mendan so'rashadi. Bu meni ideyam bo'lishi mumkin, agar bo'lsa ham, lekin menda ham ideya yo'q. Bu menda ham ideya yo'q. Meni o'zimda hayotda duch kelgan muammoim bor. Bu muammoga yechim sifatida qilayotgan startapim bor. Men o'ylayman, startap qilish uchun muammoni qidirib topib qilish bu juda ham noto'g'ri. Agar bunaqa qilinsa ham o'sha qonun qoidalariga amal qilgan holda foydalanuvchilar bilan intervyular o'tkazib, kazdev qilib, chuqur bu narsani ichiga kirib keyin qaror qabul qilish kerak. Lekin dunyoda shunaqa startap studiyalar ham bor-ku, ma'lum bir muammolarni yig'ishadi-da, keyin o'shani yechim berib, ba'zi birlari omadli bo'lib ketgani. Xuddi shunday, men ham aytganimdek, buni chuqur o'rganish kerak. Shunchaki qanaqadir ideya keldi va buni boshlaymiz, qilamiz, o'zimiz qanaqa tasavvur qilayotgan bo'lsak, shunday yechim qilamiz degan emas. Oldin o'sha muammoni topib, uni potensial foydalanuvchilarni aniqlab, ular bilan intervyular qilib, rostdan bormi, bozor bunga tayyormi hozir, yana buni bozor hajmi o'zi qanaqa degan narsalarni chuqur ichiga kirib keyin boshlagan yaxshi. Dilshodbek, kelajakda 5 yillikda qanday ko'ryapsiz startapingizni? Startapimizda hozir sotuv va kengayish bosqichida,
ya'ni aniq qilib aytganda sotilayotgan mahsulotimiz bor. Bungacha yetib kelish ham oson bo'lmadi. 2022-yilda o'zi bu startap g'oyasi kelib boshlangan. Ancha vaqt bo'lib qoldi. Endi bundan buyog'iga sotuv va marketing bozorni tezroq egallash, chunki ishlayotgan retseptga yetib kelishimiz hozir aytganimdek 4 yilga yaqin vaqt sarfladik va bozor ham bu narsaga tayyor bo'lishi uchun. Bundan buyog'iga endi bu O'zbekiston bozoriga ham, Markaziy Osiyo bozoriga ham qiziqish bildirayotgan kompaniyalar, katta kompaniyalar juda ham ko'p. O'shaning uchun bizda hozir ishlayotgan retsept bor. Maksimal tez bozorni egallab olishimiz reja qilingan. Va shu bilan birga mahsulotni o'zimiz boshida o'ylaganday bitta to'liq ekosistemaga aylantirish bosqichma-bosqich. Misol uchun 1 oyda bitta funksional qo'shish orqali. Hozirgi kunda platformamizda faqat yuk e'lonlarini joylash va yuk e'lonlarini qidirib topish, ya'ni o'zingiz bitta marshrutni belgilab kiritib qo'yasiz va o'sha marshrut bo'yicha sizga qo'shilgan yuklar уведомление, ya'ni bildirishnoma orqali kelib turadi. Bu minimal funksional bor. Misol uchun keyinchalik yana bu yukni to'liq mijozga yetib borguncha bo'lgan bosqichlarni hammasini avtomatlashtirish, o'sha bron qilish, uni yetkazib borish davomida mijozga uni qayerdaligini ko'rsatib turish. Misol uchun haydovchilarga hozir yoqilg'i quyish shoxobchalari uchun beriladigan kartalarning integratsiyasi hozir protsessda ketyapti va shunga o'xshagan funksionalliklar bilan boyitib to'liq ekosistema, ya'ni transport logistikasidagi yuk egasi uchun ham, transport kompaniya uchun ham, dispetcher uchun ham yagona ekosistema qilib shakllantirish, ya'ni DeepUzdan tashqari boshqa platformalarga umuman murojaat qilinmaydigan transport logistikasini Markaziy Osiyoda Deepsiz tasavvur qilib bo'lmaydigan darajaga olib chiqish. Hozir 2-3 venture fondlar, yetakchi venture fondlardan investitsiya olish jarayonida ekaningizdan xabarim bor. Endi nomini aytmayman. Shulardan investitsiya tortadigan bo'lsangiz, keyingi bosqich nimadan iborat bo'ladi? Nimaga ishlatasiz pulni? Biz hozirgi jalb qilayotgan investitsiyamizni hozir aytganimdek sotuvga, marketingga, ya'ni brend tanitish va sotuv qilishga ajratamiz va yana boshqa kattaroq qismini jamoani kengaytirish, ya'ni hozir bizda jamoamiz juda ham kichkina, maksimal 4-5 ta odam bor hozir jamoamizda. Dasturchilar jamoasini kengaytirish, mahsulotni sifatini hozir oshirishimiz uchun dasturchilarimiz yetishmayapti va sotuv, marketing jamoamizni shakllantirish. Hozir bularni dasturlash, ya'ni kod yozish tomonidan tashqari hammasini deyarli o'zim qilyapman desam ham bo'ladi. Bir sutkada 2 kun, ya'ni bir sutkada 48 soat ishlashga to'g'ri kelyapti. Bugun ham kechqurun uxlamaganman. Uxlamasdan podkastga kelibdilar. Zo'r. Prezidentimiz bilan ham uchrashgan ekansiz. Biron narsalar muammolaringizga yordam berishni so'radingizmi? Hayajonlanmaydingizmi? Hayajonlandim. Endi hayajonlanmaslik ilojisi yo'q va bunga rozi bo'lish kerak. Hayajonlanmasligim kerak degan narsani o'zi noto'g'ri. Agar yo'q hayajonlanmayman desangiz, bu battar sizni hayajonlantirib qo'yadi va hech nima so'raganim yo'q. So'raydigan narsani qidirib ham topolmadim to'g'risi. Misol uchun nimani so'rashim mumkin o'zi degan o'zimga savol bersam javob topolmadim, chunki hamma imkoniyat, sharoitlar bor. Menda muammolar hozircha davlat rahbari darajasida hal bo'ladigan muammolarim yo'q. Agar menda qanaqadir davlat tashkilotlari bilan qanaqadir rejalar qilishim kerak bo'lsa, ishlar qilishim kerak bo'lsa, o'sha misol uchun transport vazirligini olib qaraydigan bo'lsak, o'sha transport vazirligini o'ziga murojaat qilaman, vazir bilan uchrasha olaman, imkoniyatim bor. Va buni yaqinda amalga ham oshirdik. Transport vazirligi bilan hozir integratsiya borasida muhokamalar ketyapti. Mana DeepUz shu O'rta Osiyoda, O'zbekistonda yetakchi kompaniya bo'lishi va chet el raqobatchilik kirib uni sindirib tashlamasligi uchun sizga nima yordam kerak? Hozir unaqa xavfni sezayotganimiz yo'q. Chet eldan kelayotgan raqobatchilarimiz bor. Lekin biz O'zbekiston mentalitetini, ya'ni odamlarini umumiy olib qaraganda
ommaviy psixologiyasini tushuna olishmayapti. Bizni foydalanuvchilarimiz psixologiyasini biz yaxshiroq bilamiz. Unaqa xavfni hozircha sezmayapman. Dilshodbek, mana siz bizgacha ham Uzcombinatorga kelguncha investitsiya olgandingiz. Nimaga Uzcombinatorga akseleratsiya dasturiga topshirdingiz? Uzcombinator akseleratsiyaga kelishimdan sabab birinchi navbatda o'sha monetizatsiyaga o'tib olish, ya'ni o'zi umuman startap qurish bo'yicha bilimim yetarli emas edi. Endi kitoblarni olib qarab o'qigan bilan yoki qanaqadir YouTube'dagi videolarni ko'rgan bilan yetarli bo'lmadi. Bizda misol uchun yaxshi mentorlar bo'ldi. Kameraga aytilmaydigan darajada yaxshi insaytlarni oldik va ular bilan tanishib, ular bilan kontaktlar almashdik. Kelajakda qanaqadir muammo bo'lsa ham telefon qilib ulardan so'rab oladigan darajada. Bu narsani Uzcombinator menga eng ko'p bergan bilimlari bu startapni qurishda kerak bo'ladigan amaliy bilimlar va networking. Rahmat katta vaqtingiz uchun, kelganingiz uchun. Ya'ni qo'shimcha nimadir demoqchi bo'lsangiz, marhamat. Nima deydi? Aql o'rgatadigan darajada emasmizda, hali yosh katta bir biznesmen bo'lsak, yoshlarga mani maslahatim deb ketadi-da. Biz hali unaqa darajaga chiqmadik. Maslahatlar keyinga qoldi. Rahmat kelganingiz uchun, vaqtingiz uchun. Sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Rahmat.